aka ancha arzon ham turibdi. Internetda menimcha yaxshi narx qildi aka. Arzonlarida nuqsoni bor, Muhammadjon. Buni benuqson. Da kilometr 26,5 ming kam yurgan. 24 dan yurgan keyin bu. Berasizmi xullas aka, men aytganim. Beraman. Necha pulga? O'sha boyga aytganim. Diskani chiroyligini qara. Bitta like bosib qo'ying, shunaqa qilib qizartirib. Michelin balonlarda ekan. Mashina вообще shokolad. Aynan Wayaqfrini, Apollo Techchi. Yumshoq mashinaligini bilarmidingiz? O'ta yumshoq mashina. Buni internetdan qidirib ko'ring, 32 ming, 31 ming sotilayotgan. Aynan shunaqa sostoyaniyasi. Tashqarisini o'zida men adashmagan bo'lsam 10 bitta kamera ko'rdim. Agar siz mendan ham yaxshiroq bilsangiz, kommentda qoldirib qo'ying. Beskulchoy dastlari, panorama tomlari, gazli bo'ladi panorama tomimiz, abdufi, abagrefi, massajlargacha bor. Wayaqfrini mana bu joylar chiqib tushishiga nima deysiz? Вообще shokolad narxi topib qo'ydim. Aynan shunaqa sostoyaniyasi ancha baland turadi, lekin inomarka namangan bilasiz, siz uchun qulayroq narxni topishga harakat qilamiz. Mashina vaqti absolutni ideal. Ishoning, 26 ming yurgan, lekin idealni ko'ngli to'g'ridan mingan ekan, juda ham shikarni qilib qo'yishgan ekan. Michelin bolalarda yumshoqni men bilan yonishiga nima deysiz? Like bosib turing, maksimal tarqatib tashlang. Bu Wayaqfrini 2023-yil 210 taga, bu gibrid bo'ladi bilasiz-ku, 9 da 210 km bemalol yurib beradigan. Narxini aynan inomarka namangan uchun bunaqa sostoyaniyasini 29,800 deb belgiladi.